Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yine ish yapganmiz. Har xil she'rlarni yozat ekan. Shunday qobiliyati kuchli ekan, ham dehqonchilik qiladi ekan. Ham she'r, shoir ekan, bu shoir ekan. She'rlaridan tinglasak endi. Muhtaram prezidentimizga avvalambor baxt tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin. 100 yoshlarga kirib bizlarga bosh qo'yirsin birday. Allohimning nazari tushgan Shavkat bobomga. Uning qudratidan tuproqlar oltin. Bobomning xizmati ilmga ayon, yurtimni jahonga tanitgan inson Shavkat bobomdir. Ulug'lar ulug'in aytsinlar bugun, o'z taxtida qolsinlar doim. O'zgaga yarashmas bobomning toji, o'z tojini kiysinlar doim. Allohim kiydirgan tojni kiysinlar, Allohim amriga quloq solsinlar. 100 yoshlarga kirib yursinlar bugun, Zulayho she'ridan ilhom olsinlar. Uning tug'ilgan kunini deb niyat qilib yozganman. Ajoyib, dum zo'r, dum ajoyib Dunyo ekan turguncha she'ringiz. tursin. Ava, dum ajoyib. Prezidentimiz. Dum ajoyib ekan she'ringiz, malades. O'zingiz yozgan she'r bo'ladigan bo'lsa, shu daraja qobiliyatingiz bor ekan. Yuzlab, minglab she'rlar yaratib qo'yibman. Lekin chiqarishga bir sponsor kerak. Ina xudo xolasa, shunday asta-sekinlik bilan sizga prezidentimizga murojaatingizni yetiraveramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa hammalar. Piyozlaringiz necha so'mdan? Ina dehqonchi. 1.5 so'm. Karamlar 1.5 so'm. Ana, it muti. Xorazmda hamma narsa arzon. Mana bolgarskilar 15 ming. O'zimning jidam bor, jidalarim mana 20 ming so'm. It muti ekan. Kartoshkalaringiz ham bor ekan. 6.5 ming so'm kartoshka. Chesnoklaringiz ne? Chesnoklar 15 ming klasi. Ana esa yurtdoshlar kelaveringlar. Inashi neda avtostoyankada, Urganch dehqon bozorida avtostoyankada o'tiradi ekanlar. Apkamiz odi kim? Zulayho Xudoybergan va Bag'alondanman o'zim. Ana, Bag'alondan ekanlar. Kelaveringlar esa yurtdoshlar, bemalol xarid qilaveringlar. Bularni qo'llab-quvvatlashda yordam beringlar, layklaringizni ayamanglar. Shuningdek, she'riyati qobiliyati kuchli bo'lgan odam ekan. Kitob yaratishga yordam bersin. Ava, kitob yaratishga yordam bersalaringiz, xudo xolasa kitob ham chiqaradilar. Shunday zo'r qobiliyatlari bor ekan. Yordam beruvchilar bo'lsa ham netishlar, telefon qilishlari mumkin. Telefon nomerlaringiz? Telefonim yo'q. Telefoningiz yo'qmi? Esa bizlar ham murojaat etsangiz, murojaatlaringizni yetiraveramiz. Tez-tez aylanib kelib turaveramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.